Bolalar mana videoni boshladim. Qo'rqib ketdim bor o'shanda. Tushunasizlar, pulni ham kamaytiryapman. Ana. Necha million bu? 9 million bo'ldi. Ketdik. Bo'ldi. Ketsam bo'ladimi endi? Ketdik. Bu o'ynagani yurak baqiyotmasda, tursin desam vallahi. Yurak baqiyotmas. Bo'ldi, shundan keyin video chiqarmayman. Boshqa paytlar sherigim bo'lsa, video chiqaraman. $9. Seni malayingmanmi men? Anani qaraylar, to'xtatya. Mana bitta chekkada, mana bitta video chiqdi. To'xtaylar, mana chiqib qo'ygan. Mana bitta video chiqdi. Qaytarib chiqarsalar. Sotib olyapti. Nima sotib olaman? Mana nima bu? $3. $3. Buchi $9 bor. $3. Men aytdim. O'ynayman boshqa o'yinda. Xarita ham mana. Qimlashdi qaranglar. Endi qaysi o'yinda o'ynasam bo'ladi? Kutib olinglar. Hop, Repo haqida nima ko'ramiz? O ana endi kichiryapti. Repo. O'zidan sindirib qo'ydi. Qimmat narsani. Bular o'ta kuchli o'yinlar. Sindirdi. Kompyuterda o'ynayapti. Kompyuterda ishlayapti. Hop. Repo. Internet izlashlarga yo'q. Elimda amara. Even back. I'm not strong enough. Mana men kiygan jema. Bularım yok. Ali компьютерda zo'rishlikda nima zaq o'ynaydi. Давай, маленький, сюда, ко мне. Вот так вот, ложись. Men borgan joy bo'lsa kerak. Все, успокойся, все хорошо будет. Все будет хорошо. Сейчас надо его... Пойдем на растерзание его отдадим кому-нибудь. Вот. Mana shunaqa qildi shekilli, ko'rdim. Он тебя хамит, по-моему. Почему-то тебя полетел. Почему за мной? Погоди, почему за мной побежал? Ёбана в рот. Он не может пройти сюда, глянь. Ana boshla. Ana o'ldi. Давай, маленький, сюда, ко мне. Oh, we're so sorry to hear about your brother. That O'lini qaraylar. Shunda arvohlarim bormidi? Mana o'ta qimmat bo'lsa kerak mana.
Ko'zini. About message makes me happy. Vallahi kulur. Beğenme o normal video çıkıyor. Bana göre I love oy sun'iy intellekt ishlagan. Zo'r ishlab I love. O mana katta kalla dedim hozir. Bu ana. O. Yedim uradi şabla. Давай, маленький, сюда, ко мне. Ha bunu gördüm. Oh, we're so sorry to hear about your brother. That man's O. Duh kerak da bunga. Seriyalar bilan o'ynayapti. Duh kerak. Korkmazdan kirişini koyalım. Telefondan telefonga yaqinlashtirib olsa kerak. O'zlar chiqaraman deydi buni hozir. Again and again. Halif. I know. Первым дальним оружием у нас является обычный пистолет. В среднем он Normallisini to'g'ri. Bolalar, sizlarga bitta tavsiya, menga o'xshab shunaqa video chiqarmoqchi bo'lsalaring, mana pastdagi mobizinga kiring. Torting degan. Mana masalan siz ne qilib Play Marketga kirdingiz va qidiruvga kirasiz. M O B I Z N Mobizen va mana men uстановка qilganman. Просто ekstrem qilishni bilmayapman vosita shu. Ekstrem qilsam bo'ldi-da. Hali xotira katta emaskin telefonlarda. Bolalar, sizlar hech Artifact Hasan degan kanalini bilmaganmisizlar? Mana Prizma men bor. Telefon shunaqa juda qatishda yaxshi ko'radi. Mana Prizma men Hamodeg Arstonat Bevides Minecraft haqida chiqaradi. Juda zo'r montaj. Shunaqa qilib yana qaysini aytsam bo'ladi mana ABC5 Vegeta Aninal Uz Shoxa Zaykboy Technoblade yangiligi odam 50 Technoblade rekordlarni uncha odam anaqa qila olmaydi. Juda yomon anaqa qilganda rekordlar ko'p qo'ygan. Dream ham 2014-yildan beri o'ynaydi mana. Artifact o'zi yangi videosi chiqdi. Master Base Daquis Dream O'zlider Daquis obuna qo'yardim, lekin ishonmanglar Daquisga. Hali yolg'on video, mana o'zimning kanalim. Minecraft o'zining kanali ham bor mana. Minecraft o'zi. BDV streamlar bo'lyapti. Mana o'zimning birinchi kanalim. Video chiqarganman, lekin yuzimni ko'rsatmasdan.
Şu telefonum sınıp koyganda şu telefonga video olaman. Mana bunda yana qilganman. Hozir Gönyaptım to'xtaydi. Oh, mana video chiqarganman. Lekin jonli qilmaganman. Jonli qilib bo'lmaydi. Mana unda qilsa kerak bir soatda zo'rg'a. Repo dedimi? Hozir. Kim ko'radi? Birinchiga e'tibor beryapsizlar. Mana uni ko'ramizmi? Mana qilib ko'ramizmi? Ko'ramizmi? Oh, rosa ko'rib turganda sekanda ba. To'g'ri aytaman, ishonmanglar ko'p narsalarga. Men ham shunchaki bunday sizlar sinab ko'rdim. Da. Hop, kanalga obuna bo'linglar va like bosinglar. Repo. Hech bo'lmaganda mana Voy. Apalionam reklama qilam. Assalomu alaykum. Apalion mana. Top 5 Minecraft horror mods. Mods degani chekish. Apalion. Birinchi klublarga o'tadi. Steve. Hadi mana endi top 5 Minecraft horror mods. İçerisi kelib qolgan. Degan qo'rqitishni qo'rqitarmisan? Yurak toshdan. Bu mana nima ekan? This horror Minecraft mod got banned. Once you died to one of the modded entities, it would literally crash your game. But this shouldn't get the mod banned, should it? Other Minecraft mods in the past have had this feature as well. But then there was this guy. He would make your screen shake, he would start chasing you, and sometimes make you even look at him by himself, and you couldn't even dig down. So, when he found you, he would crash your game and corrupt your game files, and you would never be able to load to the same world again, even if you removed your mod. I don't know why anyone would want to keep their Minecraft horror world, but that's just how it is. This mod was called the Broken Script, now it is banned. This horror Minecraft mod got Alright, I need to get some extra diamonds, so I'm gonna get my fortune pick and see if I can find anything. Nah, bro. Oh god, I'll just clutch. Alright, I need to get some extra diamonds, so... Tu yaptım o. Ana. Boşlandı. Hemen yaşıp alırız çıkarım. Ya zor olur. İkinci soruyu kaptım. Tu yaptım diyor. Şu. Hazır oldu güzel. Ben. Çok ko'p reklama ko'rmas. Lekin montaj zo'r aka. Voy mana. Bratanimiz. Bir-birini bilan haqorat qilishgan ekan. Endi bu tushunasizlar. Bu terligi manidan bilaman.
Çok güzel. Ne oldu?